Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli aziz insonlar. Mana biz hozir Qozog'istonning Olmaota shahrida masjidida turibmiz. Mana hozir bu yerda masjidda bolalarga arab tilidan hamda Qur'ondan dars berilyapti inshaalloh. Mana bolalarni ko'ryapsizlar, yoshlari kichkinagina. Bular hammasi saboq olyapti inshaalloh. Bulardan kelajagini qanday bo'lishi mumkin? Bularda ilmli qoriyalar chiqadi inshaalloh. Hammasi mana ilm olyapti. Mana arab tilida Qur'ondan o'qishyapti. Alloh taoloni ilmini, kalomini o'qiyotgan shunday bolalarni oilalariga, ota-onalariga, hammasiga tinchlik, omonlik, tana sog', salomatlik, ulkan qoriya bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. O'zbekistonda ham shunday bo'lishini Allohdan so'raymiz inshaalloh.